Hammaga salom. Boshlang'ich treyderlar uchun kichkina va keng tarqalgan strategiya o'rgataman. Xo'p, ko'pchilik eshitgan QM modellarini biz hozirgi videoda buyga strukturasini ko'rib chiqamiz, keyingi videoda sellga strukturasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, sell trend va bizda eng yaqin hayga yangilab o'tsa, ya'ni buzib o'tsa, shamchamizni biz Fibonacci tortamiz, maksimumdan minimumgacha Fibonacci tortamiz. Xo'p, bizga 0.5 zona kerak bo'ladi. 0.5 zonadan 1.68 zonasigacha harakat kuzatsak bo'ladi. Kimga Fibonacci zonalari kerak bo'lsa, Telegramda zonalarimiz bor va qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegramda yozsanglar, yana ham podrobniy ma'lumot beraman. Keyin ikkinchi videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga plyus belgisini qoldiringlar, ikkinchi videoni chiqazaman.